Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 31 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Erdo'g'an İzmir'dagi yer tebresh optik ko'ngil bilib hol ahvol so'ragan davlatlarga Twitter orqali har qaysi davlatning bayroqlarini chiqarib rahmatini bildirgan. Tayvanning bayrog'i shularning qatoridan o'rin olgan, ammo keyin bayroq chapligi o'chirib etilgan. Tayvanning diplomatiya ministri Wu Jiaoxi buningga javoban Tayvanning yer tebresh opati uchun Turkiya qilgan yordami Xitoyning bostirish sababidan to'xtab qolmaydiganligini. 1999-yili Tayvanda yer tebraganda Turkiya hukumatı yana Tayvanga qutqizish atirta avatib yordam qilganligi uchun Tayvan xalqining unutib qolmaganligini, buningdan minnatdor ekanligini bildirgan. Erdo'g'an 3 qatimliq Twitterda xalqaro tashkilotlarning bayrog'i va Tayvan bayrog'ini o'z ichiga olgan 100 davlat bayrog'ini e'lon qilgan. Keyin Tayvan bayrog'i o'chirib etilgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi buning asosiy sababining Xitoy doiralarining Turkiya hukumatiga besim ishiltish ekanligini o'ttirib qo'ygan. Tayvanda hokimiyat yurgizayotgan Demokratik taraqqiyot partiyasining parlament a'zosi, qonun turg'izish organining tashqi ishlar va davlat mudofaa komitetining a'zosi Wang Dingyu Xitoy Kompartiyasi bir davlatning ofat yuz berganda o'zining siyosiy pozitsiyasini o'ylashini talab qilishi Tayvanning ofat yuz bergan davlatga bo'lgan andisini o'zgartirmaydi. Shundaqla Xitoy Tayvanning haqiqiy mavjud ekanligini inkor qilolmaydi degan. Xitoy Kompartiyasining Sharqiy Xitoy dengizi, Tayvan bo'g'izi, Janubiy Xitoy dengizi va Hind Tinch okean qatorliq rayonlardagi harbiy tarafning bir taraflama harbiy kengayishini cheklash uchun 3 noyabr kuni Malabar dengiz armiyasi birlashma harbiy manovrining birinchi bosqichi Amerika, Hindiston, Yaponiya va Avstraliyadan iborat 4 davlat Bengal qo'ltig'ida 4 kunlik balandpaydin uchish va boshqa moslashtirilgan jang maharati manevri boshladi. 24-qatimliq Malabar manevri 4 taraf bexatarlik dialogining barliq a'zolari qatnashgan tunji dengiz birlashma harbiy manevri bo'lib, Xitoy dengiz armiyasi suvosti paraxotining Hind okeanida doim harakat qilishiga qarata suvosti paraxoti qarshi turish va boshqa moslashtirilgan harakatini kuchaytirish ekan. Hindiston dengiz armiyasi Malabar birlashma harbiy manevrining 2 bosqichda elib berilganligini, birinchi bosqichning Bengal qo'ltig'idagi Visakhapatnamda 3-noyabrdan 6-noyabrgacha elib berilganligini, ikkinchi bosqichning noyabr oyining o'rtalaridan boshlab Arab dengizida o'tkazilganligini, o vaqtda Amerika va Hindiston dengiz armiyasining aviamatkinlar qatnashadiganligini, Xitoy virusining ta'siriga uchragan bu manevrning faqat dengizda aloqasiz mashqlarni yapaqanligini bildirgan. Malabar manevri aslida 1992-yilda boshlangan Hindiston bilan Amerika o'rtasidagi ikki taraflik birlashma dengiz armiyasi manevri bo'lib, 2015-yili Yaponiya dengiz okeani o'zini qo'g'dash qismi Xitoy Kompartiyasining tahdidining kun sari kuchayotgan ariq ko'rinishda doim qatnashishga taklif qilingan. Fransiya ichki ishlar ministri Gerald Darmanin Davlat Majlisi qonun komitesidagi bayonotida Ministrlar Kengashining kulrang bo'rlar deb tanilgan o'lka o'choqlari jamiyatini taqashni qarorlashtirganligini, Emmanuel Macron vazifaga o'tirgan yaqin 3 yilda 43 jamoaning taqalganligini va ilgari prezidentlarga solishtirganda Macronning ko'p jamoalarni taqalganligini bildirdi. Fransiyaning janubidagi Veyni shahridan 28 oktyabrda Armeniyani qo'llaydigan namoyishchilar E7 yuqori sur'atli tosh yo'lni to'sib, ishqimongan turklarga hujum qilish sababidan 4 nafar turk, jami 5 kishi yaralantirilgan. Bu vaqadan keyin Lyon va Dijon shaharlarida turishli turklar Armeniya namoyishchilarining zo'ravonligiga qarshi namoyish o'tkazgan va soqchilar turk namoyishchilarga yosh oqquzish bombasi bilan mudohala qilganda sirt qatnashchilarga jarimani qo'ygan. Ba'zi Fransiya doiralari va siyosiyonlari Armeniyalarning zo'ravonligiga inkos qaytarish u yoqda tursin, hatto namoyish qilgan turklarni chegaradan qo'g'lab chiqarish kerakligini ilgari surgan edi. Uyg'urlarning non haqidagi tushunchasi boshqa har qanday shay'i hodisa haqidagi tushunchasi qaraganda intayin cho'nqur ham mukammal. Chunki Uyg'urlarning kundalik turmushi, ishlab chiqarish faoliyati, ijtimoiy munosabati, urf-odati, madaniyat sistemasi, ideviy e'tiqodi, qisqasi butkul mavjudlik shakli nom bilan chambarchas bog'langan. Uyg'urlar o'zlarining turmush sharoitini yaxshilash yo'lida o'zliksiz izlanib, o'ziga xos bir yurish an'anaviy ishlab chiqarish usuli, vositalari va shuningga o'xshash munosib yemak-ichmak, kiyim-kechak, turalg'i joy, hunar san'at turmush madaniyatini barpo qilgan. Uyg'urlarning butkul turmushi va ideviy e'tiqodi nom bilan zich munosabatlik. Uyg'urlar odatdagi normal kundalik turmush sharoitidami, to'y-to'kin, o'lim yetim ishlaridami, mehmondorchilikdami, safar, yo'l yurishlardami nondan ayrilmaydi. Non Uyg'urlarning kundalik turmushining eng asosli gavdasiga aylanib ketgan. Non to'nurda bevosita o't qoqlab pishiriladigan alohida mahsulot bo'lib, u ajdodlarimizning chorvachilik ishlab chiqarishidan dehqonchilik ishlab chiqarishiga o'ngishli o'tganligi va dehqonchilik mahsulotlarini keng ko'lamda pishiqlab ishlash texnikasi egallaganligining mahsuli. Non to'nur madaniyati bilan bevosita munosabatlik bo'lib, to'nur Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan O'rta Osiyo rayoniga keng tarqalgan. Qo'mol, turpan, charchan,
Niye? Sampol qadimki qabristonliqlardan buningdan 3000 yil burunqi davrlarga tava non parchalari tepilganligi tilga olingan. Yana Niye qadimki xarobis qatorliq joylardan buningdan taxminan 3000 yil burunqi davrlarga mansub non parchalarining tepilganligi Uyg'urlarning non madaniyatining nihoyat uzun tarixga ega ekanligini isbotlaydi. Demak, arxeologiyalik qazilma materiallarga asoslanganda Uyg'urlarning qadimki non madaniyatining non tijoratining hozirgi taraqqiyot nuqtasidan qaraganda millatimizning nihoyat burunli non iste'mol qilganligi, non madaniyatini shakllantirganligini ko'rib olishga bo'ladi. Bizga ma'lumki, insonlar ovchilik bilan turmush kechirgan mazgillarda go'shtni asosiy yemaklik qilgan. Hatto insonlar o'tni kashf qilishdan burun go'shtni xom iste'mol qilgan. Ammo go'shtni saqlash, ilib yurish, yig'ib iste'mol qilishga mumkin bo'lmag'achqa turmushi bakmi jafoda o'tgan. Uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida insonlar ovchilik turmushidan asta-asta dehqonchilik turmushiga qadam qo'ygandan keyin o'zlarining turmushidagi bu asosli masalani dehqonchilik ishlab chiqarishning alohidaligi orqali hal qilgan. Ya'ni dehqonchilik ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqargan dehqonchilik donlarini pishiqlab ishlash, uzun muddat saqlashga, ilib yurishga aplik yemaklik non ijod qilgan. Uyg'urlar non ijod qilgandan keyin uni chorvachilik mahsuloti bo'lgan go'sht, sut, moy qatorliqlar bilan birlashtirib iste'mol qilib, o'zlarining turmushini zo'r moddiy kafolatga ega qilgan. Navoiylik bugungi davrga kelganda Uyg'urlarning eng asosiy tijorat kasbiga aylangan. Hozir Uyg'urlar ichida nurg'un katta non savdogarlari borliq keldi. Urumchidagi donliq Darmon non savdogari Ablajon ana shularning biri. Hozir Uyg'ur nonlarining bir qismi to'nirda an'anaviy hunar san'at turi bo'yicha qaqlab pishirilishdan boshqa nurg'un non turlari zamonaviy non pishirish uskunalarida pishirilyotdi. Uyg'ur nonlarining alohidaligi shuki, uni uzun muddat saqlashga, ep yurishga, xohlagan vaqtda, xohlagan o'rinda yeyishga qulaylik. Uyg'urlar nonni to'limi e'tiborlaydi. Uni buzib chechishni, isrof qilishni jinoyat hisoblaydi. Uyg'urlarning nurg'un urf-odatlari, madaniyat shakli non bilan munosabatlik. Ularni Uyg'urlarning nonni ulug'laydigan an'anaviy e'tiqodini ifodalaydi. Non tijorati bilan shug'ullanish eng yaxshi, eng muvofiq, eng bexatar kasb bo'lib qolgan. Chunki hamma odam har kuni 3 vaqt tomoq yemasa, non tijoratida bugun ishib qolgan nonni atiyada setishga bo'ladi. Isrofchilik ko'rilmaydi. Demak, Uyg'urlar yezigilik mahsulotlarini pishiqlash texnikasini egallagandan tortib hozirgi davrgacha non Uyg'urlarning eng yaxshi, eng asosiy yemaklik bo'lish sifati bilan birga non madaniyati o'zliksiz taraqqiy qilib, yangilanib, nazariya jihatdan mukammallashib keldi. Aslida oila yemaklik qilinishdan kasblashib bozorga yuzlandi. O'z o'rinlaridagi oddiy tijorat shaklidan xalqaro tijoratga kengaydi. Nonning ijod bo'lgan davri nihoyat uzun bo'lsa-mu, lekin yillar, asrlarning o'tishi bilan shollanib, tashlanib qolmay, balki texnik taraqqiy qilib, uni iste'mol qiladigan obyektlar boshqa millatlarga kengaydi. Tijorat shakli millat, davlat xalqidir. Uni hargiz kichik ish deyishga bo'lmaydi. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.